Toplidomda ishlab chiqarilgan bolleri bilan Aristonda ishlab chiqarilgan bollerni narxida va qanaqa farqi bor? Shularni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ishni Instagramda boller deb yozishdan boshladik. Unga mana nimaga kirdik mana. Ko'sini bollerni reklama qilishyapti. Hozir biz shuni narxini so'rab ko'ramiz. Va alaykum assalom. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, gazli boller kerak edi bizga. Gazli boiler? Aha. Bor. 200 litrligi bormi? Ha, ikki xil turi bor aka. Nержавейкалigi bor. Hop. Instagramdan fotomi? Aha, qora metalligi kerak aka. Qorasi nержавейкалigi bo'ladi. Faqat ikki xil turi bor. Shu birinchi turi energiya зависимый bo'ladi. Anaqa platasi bo'ladi. Platani tokdan boshqariladi. Bo'ldi, tushunarli. Kompyuterning anaqasi. Ha, shunaqa tokka зависимый u. Ikkinchi variantimiz energiya зависимый, o'zini chiqilib yoqadigan variant. Avtomat garelka bo'ldi, tushunarli. Ha, shunaqa. Nech pul bo'lyapti? Avtomat garelkaligini ayting aka. U $600 chiqyapti aka. $600 chiqyapti. Ha, emalirovniy bo'ladi. 1,5 santimetrlik qalin izolyatsiyada bo'ladi. Shu o'zini zashitalari, hammasi 2 yil garantiya servislari bor. Sifati zo'r chiqyapti, xudo xohlasa. Qaysi firmaniki aka? Fitman degan firma, o'zimiz olib kiramiz bizni. O'zimiz servislari, o'zimiz полный обслуживание qilamiz aka. Anaqaniki yo'q, Aristonniki yo'q sizlarda? Yo'q, Ariston bilan bu birga bir ko'rinishi har narsasi bir xil. Chunki hozir Ariston anaqa ham bir xil chiqyapti. Endi bizlarniki Xitoy. Xitoydan olib kelamiz. Lekin sifat, ko'rinish baland bo'lsa baland ketmas emas aka. Bo'ldi. $600 aka u? $600 shahar ichida dastavka qilib beramiz. Bo'ldi, rahmat aka. Ko'rganingizda $600 bilan Toplidomda sotilayotgan 2,200,000 so'mlik gazli bollerni nima farqi borligini endi ko'rib chiqamiz. Aristonni gazli bollerini biz tashlaymiz. To'lqin yotqizib bor buni. Yotqizamiz. Tagida havo kirib turadigan joylari mana. Hozir endi buni kesib ko'ramiz. Hozir ehtiyot qilib mana shu avtomat ishlaydi, shuni yechamiz. Akkuratni olamiz. O'pka chiqdi. Garelkani ko'ryapsizlarmi go'zalligini? Usti ham olindi mana. Usti taxminan 3-5 santimetr peni urilgan. Ichini ko'ryapsizlarmi? Xuddi gaz baloniga o'xshab ishlangan, ammo tepasi avvalgi. Bu nimaga desanglar, ko'p davleniyaga ham bardosh beradigan ishlangan. Tepa qismini ham kesib oldi. Zboldi Aristonni. Tagidan slipnoya bo'ladigan bo'lsa, tepasida ikki vixti bor. Bittasi suv kirishiga, bittasi suv chiqishiga. Suv kirishiga mana bunaqa trubka orqali pastgacha boradi. Mana shu ko'rayotgan bo'lsangiz, tagigacha tushadi. Ikkiga suv isib yuqoriga harakatlangandan keyin mana yuqori qismidan keladi. Bunisi resirkulyatsiyaga qo'yib ketilgan, zaglushka qilib ketilgan. Resirkulyatsiyaga mana 30 sm pastdan olingan. Yonidan olinmaganda, hop. Bunda hamma narsasi cho'tki, qalinligini ko'ryapsizlar endi. Mana shuni bitta kesib bergan. Yuqori qismidan mana kesib oldik, pisokchi. Endi mashtikan bilan solishtirib ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi? Qalinligi bir xil 3 tali listdan qilingan. Ariston bilan Toplidomda ishlab chiqarilayotgan mana shunaqa bollerlar, mana shunaqa bir xil list ishlatilyapti. Bu qancha ishlab beradigan bo'lsa, Ariston qancha ishlab beradigan bo'lsa, Toplidom gazli bollerlari ham xuddi shuncha ishlab beradi, inshaalloh Xudo xolasa.